Assalomu alaykum aziz talabalar, hurmatli maqom shinavandalari, muhtaram shogirdlar. Yana ko'rsatuvlarimizni davom ettirib, bugun Shash maqomning yana bir ashulasini sizlarga eshittirmoqchimiz. Bu ashula Savti kalon deb ataladi. Jahon Otin Uvaysiy g'azali bilan aytiladigan ashula. Nima uchun savti kalon deyiladi? Endi bu fors tozish tilida katta savt degan ma'noni bildiradi. Savt degani o'zi kuy ma'nosini bildiradi. Lekin bir asarni ketidan keladigan, uni davomiyligini ta'minlaydigan asarni ham savt deb atash rasm bo'lgan. Bu yerda endi katta savt deb atalishligini bir sababi bo'lishi kerak. Bu o'sha Buxoroda nomlangan nomlanishi. Yana bir qiziqroq fakt shuki, qadim Buxoroda Shashmaqom ijrochilarini guruhlari bo'lgan, o'zlarini bir qandaydir shunaqa bir guruhlarga ajratilgan. Masalan, savtxonlar o'zlari alohida bo'lgan, ular maqomi hamma savtlarini shu savtxonlar ijro etishgan. Keyin nasrxonlar bo'lgan. Ular nasrlarni ijro etgan, nasr usulidagi ashulalarni. Talqinchilar bo'lgan endi. Xullas kalom, ana shu davrlarda bu o'sha katta savt deb atalib qolishligiga sabab bu yerda ko'p namudlarni ishlatilgani. Biz aytadigan nusxada unaqa ko'p namudlar ishlatilmagan. Asosan avjiziya bopari ishlatilgan. Boshqa unaqa katta ko'p nimalar namudlar ishlatilmagan. Lekin qadim Buxoroda eshitishimizga qaraganda bu yerda o'sha avjiziya boparidan tashqari avji muhayyar, keyin namudi chorgoh, namudi dugoh, namudi ushoqlar ham qo'shib aytilgan o'rinlar bo'lganligi uchun ko'p namudlar qo'shib ishlatilib, hajm katta bo'lganligi uchun va avjlari ham shunga yarasha bo'lganligi uchun katta savt deb atalganligi to'g'risida ma'lumotlar bor. Xo'p, bu ashulani xalqimiz o'rtasida butun O'zbekiston bo'yicha, endi bu faqatgina Buxoroda emas, butun O'zbekiston bo'yicha taralishida shu maqomchilar ansambli, ya'ni Yunus otaning xizmatlari katta bo'lgan. O'sha Jahon Otin Uvaysiyning g'azallarini ham Yunus ota mana shu g'azalga solib maqomchilarga ayttirganlar. Bu ashulani yakka tarzda chiroyli ijro etganlardan biri Orif ota Al-Mahsumov, aka-uka Hobiflar, yana Ishoq Katayev ustozlardan yakka ijrolarda ijro etishgan bu ashulani. Endi meni bilganlarim, yana men bilmagan ko'p ijrolar bo'lishi mumkin. Shash maqomda o'sha rost maqomiga kiritilgan bu ashula. Rost maqomida shu savt kalonni ijrochilar rost maqomidan olib aytgan ijrochilar ko'p bo'lgan. Buxoro maqom ansambli ham buni juda chiroyli maromiga yetkazib bu savtni ijro etishadi. Umuman savtlar masalasida Buxoroda Rahmatilla Inoyatov ustozimiz juda ko'p haligi tadqiqotlar, ilmiy izlanishlar va ijrochilik ishlarini olib borganlar. Rahmatilla akam har qanday o'sha kuyni, mumtoz kuylar bo'ladimi, yo bastakorlar ijodlari bo'ladimi, ularga savt bog'lashda hozir shu Rahmatilla akamga teng keladigan san'atkor yo'q. Savtni juda chiroyli bog'laydilar. Xo'p, savt bog'lash degani nima degani? Shu ashulani savt usulida to'g'ri ijro eta olishlik va boshqa bir nechta g'azallar bilan ijro eta olishlik. Tarixiy manbalardan mo'tabarlaridan biri mana Bobirnomada Bobir hazratlari aytadilarki,
anaqa chorgohga bir necha savtlar bog'ladim deyiladi. Bu degan so'z savt chorgoh Boburniki degan fikr kelib chiqmaydi. Bizga ma'lum bo'lib, Shashmaqomga kirib qolgani bu savt chorgoh. Yana qanchadan qancha ustozlar, musiqa nazariyotchilari, cholg'uvchilar tomonidan juda ko'p savtlar bog'langan. U savtlar endi o'sha tarix xatlarida qolib ketdi. Uni yozib olish imkoniyati bo'lmagan yoki notaga olish imkoniyatlari bo'lmagan. Lekin shu maqomot qoidalari asosida juda ko'p savtlar bog'langanligini tarixdan ko'rishimiz mumkin. Savt va naqshlar bog'ladi deydi. Naqsh degani o'sha endi boshqa usuldagi bir ashulalar. Savt endi mana shu o'sha asosiy kuydan keyin unga ergashib nazira tarzda ijro etiladigan ashula yoki kuylarni ham savt deb atash o'sha qadimdan nima bo'lgan? Urf bo'lgan. Endi o'sha nazira bog'lashda, tatabbu bog'lashda eng qulay usul savt bo'lganligi uchun yoki bo'lmasa savt bilan bog'lash sal qiyinroq bo'lganligi uchunmi, hamma ham savt bog'lay olmaganligi uchunmi, shu savtlarga e'tibor katta bo'lgan. Maqomda o'shaning uchun savt usuli alohida ajralib turadi. Savt bilan mo'g'ulcha usuli to'g'risida oldingi darslarimizda ancha-muncha gapirdik. Buni yana takrorlab o'tirishni menimcha hojati yo'q deb o'ylayman. Aziz talabalarimiz, mana har yili biz konservatoriyada o'sha yarim yillik, bir yillik imtihonlarni eshitayotganimizda yoki bo'lmasa davlat imtihonlarini tinglayotgan paytimizda shu savti kalonni juda go'zal ijro etadigan yoshlarimizga ham ko'piga guvoh bo'lganmiz. Chiroyli ijro etishadi juda. O'zi bu ashula o'zi chiroyli ashullar. Lekin endi ba'zi bir pardalar bor, nim pardalar bor, chorak pardalar bor. O'shalarni doim yodda tutishlikni men endi ijro qiladigan shogirdlarga, yoshlarga maslahat bergan bo'lardim. Mana bu yerda men g'azalni bir matlasi bilan maqtasini bir ozgina bir sharhlab o'tay, ruxsatlaringiz bilan. Xirom aylar guliston ichra ul mastona mastona, tabassumdan namoyon aylabon durdona durdona. Mana bu yerda mastona mastona, durdona durdona deb ta'kidlab ko'rsatishlik ham she'r vaznining talabi tufayli, ham shu she'rga bir go'zallik baxsh etish uchun ishlatilayotganligini aytishimiz mumkin. Misol uchun xirom aylash bu go'zal yurish. Endi hozirgi paytda ayollarimizni yurishlarini o'rtasida juda ko'p endi haligi uslublar chiqib ketgan. Misol uchun modelyer qizlarimizni haligi podiumda yurishi boshqa narsa. Endi sharqda ayollarimizni yurishlari, chiroyli yurishligi ham bir san'at hisoblangan. Ana shu jihatga e'tibor bilan qarab, xirom aylar deganda shu guliston degani endi bu shu bog', gulzor. Gulzor bo'ylab mastona mastona bir chiroyli mastona qadamlar bilan bir erkalanib yurib chiqib kelyapti degan ma'noni ilg'ashimiz mumkin. Endi tabassumdan namoyon aylabon durdona durdona. O'sha bu yerda tish nazarda tutilyapti. Qachonki jilmayilsa, kulsa, lekin tish ko'rinadi. Tish. Haligi nima deydi-yu? Kulmaydigan, doim tund kayfiyat bilan yuradigan odamlarga hech tishini oqini ko'rmadik deb gapirib ham qo'yishadi. O'sha nim tabassum bilan tishlarini orasidan, lablarini orasidan go'zal durdona tishlarini ko'rsatmoqda degan ma'no kelib chiqyapti. Uaysidur rafiqi dardi hijrona erur munis. Bu yerda endi munis desa, yana munisni g'azali deb tushunib yuboriladigan men bitikda
manbalarni ko'rdim, Munisni bosh harf bilan yozganlarni ham guvohi bo'ldim. Yo'q, Munis bu yerda Munis, ya'ni bir g'aribona holatda, juda bir hokisor holatda ko'rinishlikni ham Munis deyiladi. Munislik holati deyiladi. Endi Uvaysi, ba'zi o'rinlarda Uvaysi bir xil. Bu yashirin, pinhon degani. Uvaysi degan taxallusni olishligi ham o'sha o'zlarini pinhon asraganliklari, o'zlarini pinhonliklarini faqat u kishini she'rlarinigina ko'rgan odamlar ko'rganligini bir nimasi bo'ladi. Keyin yana bir o'sha mana Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hayotlariga oid tarixlarda bitirilishicha payg'ambarimiz bilan mutlaqo ko'rishmagan va lekin o'sha abadiy do'st maqomida bo'lib qolgan Uvays Qaroniy to'g'risida so'z yuritiladi. Janob payg'ambarimiz vafotlaridan oldin vasiyat qilgan ekanlarki, meni chaponim, ya'ni xirqamni va kulohimni, sallalarimni ana shu Yamanda yashovchi Uvays Qaroniy degan kimsaga eltib berasizlar deb, va payg'ambarimiz bu vasiyatlarini sahobalar amalga oshirganlar. U kishi ham o'sha yashirin holatda janob payg'ambarimiz bilan bir g'oyibona do'st bo'lishgan va bir-birlarini his qilib turishgan bular yurakdan. Hattoki o'sha qaysidir bir zakotda, Badr zakoti g'azotidami janob payg'ambarimizni tishlarini tosh bilan mushriklar urib sindirishgan. Ana o'sha paytda Uvays Qaroniy o'zlarini tishlarini tosh bilan urib sindirgan ekan. Bu degani Uvays degani yashirin. Yashirin degan ma'no. Endi bu Jahon otin Uvaysini taxalluslari. Uvaysidur rafiqi dardu hijron. Ya'ni dard va hijronning do'sti. Va shu holatda munis bir holatda o'tiradi, kutadi degan ma'noda. G'ami dildor bilan, o'sha dildorning g'ami bilan doimo hamxona. Ya'ni hamxonalikni ham bu yerda ikki marta ta'kidlab qaytarib, kuchaytirib berish ma'nosida ishlatilyapti, ham she'r vaznining taqozosi tufayli. G'ami dildor bilan, ya'ni dildorning g'ami bilan doim hamxona bo'lib, yolg'iz bir holatda, yashirin bir holatda o'sha hijron va dard bilan munis holatda kutib o'tiradi degan mazmun